17 yoshga to'lishim bilan Koreyaga ko'chib ketdim. Bu yoqda o'qib ishlardim. Chet elda hayot oson emasligini sirazu tushunib yetganimdan keyin tanamni, yuzimni, eng muhimi dunyoqarashimni o'zim xohlagancha o'zgartirib oldim. Oradan 2,5 yil vaqt o'tgandan keyin men Yevropalik qiz bilan tanishdim, turmush qurdik. Eng qizig'i bu yoqda bo'layotgan narsalarni uydagilarim bilmasdi. Keyin men ularga surpriz qilib O'zbekistonga olib bordim. Undan keyin biz Yevropaga ko'chib ketishimiz kerak edi. Ko'chib ketdik Yevropaga. Yevropada deyarli 1 yil yashadik. Hayotimning eng katta qismi Yevropada bo'ldi deb aytaman. Yevropaga borgandan keyin oyog'im sinib qoldi. Operatsiya bo'ldim. Yurolmay qoldim. Qanchadir oyga onlayn pul topishni boshladim. Chunki chiqib ishlay olmayman. Oyog'im singan payt edi. Ishlarimni joyiga qo'yib oldim. Shuncha narsa bo'lgandan keyin bitta narsani anglab yetdim. Hayotingizda bo'layotgan yaxshi, yomon narsa kelajakda nimadir yaxshi narsaga sabab bo'lib qolar ekan. Onlayn pul topishni boshlaganimdan keyin hayotim o'zgarib ketdi yaxshi tomonga. Chunki xohlagan davlatga xohlagan paytda sayohat qilishni boshladim. O'zbekistonga qaytdim. O'zbekistonga qaytgandan keyin hayotim yaxshi. Nolimayman hech narsadan. Kunning 99% qismini o'zim xohlagan narsalarga vaqt sarflash bilan o'tkazaman. O'rtoqlarim bilan ko'rishaman, shug'ullanaman. O'zbekistonda o'zbeklar uchun qiladigan ishlarim juda ko'p. Miyamda har bitta planimni, proyektini chizib qo'yganman. Shu narsalardan bexabar qolmasligingiz uchun menga podpiska bo'lib qo'ying. Rahmat.